Har bir o'rindiq xavfsizlik kamari bilan ta'minlangan. Kamarlar taqilsin, tablo chirog'i yoqilishi bilan xavfsizlik kamarlari taqilgan bo'lishi kerak. Qulfning ikkita halqasini bir-biriga kiritib, uchidan tortib moslashtiring. Xavfsizlik kamarini yechish uchun qulf qopqog'ini ko'taring. Bolalar uchun xavfsizlik kamarlarini alohida taklif etamiz. Avariya holatida samolyotimiz suvga qo'nsa, sizning qutqarish nimchangiz o'rindiq tagida joylashgan. Ekipaj buyrug'i bilan nimchani boshingizdan o'tkazib kiying. Kamarni o'rtadagi qisqichga mahkamlang va uchidan torting. Samolyotdan chiqishda ikkita qizil qalpoqchani keskin